Kollagen. Qizlar, baliq kollageni ayollarda go'zallik timsoli hisoblanadi desak ham bo'ladi. Chunki bizni terilarimiz kollagenga muhtoj bo'ladi. Bu kollagenimizni tarkibida baliq kollageni, yana askorbinovoy kislota va vitamin C bor. Bular qizlar vitamin C yoshligimizni qaytarib beradi. Ishtahamizni ochiradi askorbinovoy kislota. Kollagen bizni terimizga rosa ham foydali narsa. Buni ichish tartibi qizlar ertamanda 3 qoshiq choy qoshiqda sovulamiz va 200 milligramli suvni quyamiz ustiga. Xona haroratida bo'lishi kerak. Uni chayib ichib olamiz va 40 minutdan keyin biz ovqatlansak bo'laveradi. Eng asosiysi halol qizlar, halol sertifikatga ega. Chiqarilgan kunidan boshlab 3 yilgacha srogi belgilangan. Olishinglarni tavsiya qilaman.